Assalomu alaykum. Bugun sizlarga bizon haqida qisqacha ma'lumot beraman. Bizon Shimoliy Amerikada yashaydigan eng yirik quruqlik suv temizuvchilaridan biridir. U juda kuchli, baquvvat va chidamli hayvon hisoblanadi. Voyaga yetgan erkak bizonning vazni odatda 700 kg dan 1 tonnagacha yetishi mumkin. Uning yelkasi baland, boshi katta va qalin juni sovuq havodan himoya qiladi. Bizonlar asosan o'tlar, barglar va boshqa o'simliklar bilan oziqlanadi. Ular kunning katta qismini yaylovlarda o'tlab o'tkazadi. Bizonlar poda bo'lib yashaydi va bu ularga yirtqichlardan himoyalanishga yordam beradi. Ko'pchilik bizonni sekin harakat qiladigan hayvon deb o'ylaydi. Aslida esa u juda chaqqon. Bizon qisqa masofaga soatiga taxminan 55-65 km tezlikda yugura oladi. Shuningdek, u yaxshi suzadi va tik qiyaliklarga ham bemalol o'ta oladi. Bir vaqtlar Shimoliy Amerikada millionlab bizonlar yashagan. Ammo haddan tashqari ov qilish va joylarining kamayishi sababli ularning soni keskin kamayib ketgan. Keyinchalik tabiatni muhofaza qilish ishlari natijasida bizonlar maxsus qo'riqxonalarga va milliy bog'larga asrab qolindi. Hozir ularning soni avvalgidan ko'proq bo'lsa-da, ular himoya qilish hali ham muhim hisoblanadi. Bizon tabiat uchun katta ahamiyatga ega. Ular o'tloqlarning tabiiy muvozanatini saqlashga yordam beradi. Urug'larning tarqalishiga hissa qo'shadi va boshqa hayvonlarning yashashi uchun qulay muhit yaratadi. Shu sababli bizon ekotizimning muhim qismi hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, bizon kuch, chidamlilik va tabiatning ulug'ligini ifodalovchi hayvondir. Uni asrash va tabiiy yashash muhitini saqlab qolish kelajak avlodlar uchun ham muhim vazifadir. Va albatta e'tiboringiz uchun alohida rahmat.